musibat kelgan zahoti bu xudodan desa, xudodan bu yana bir inna lillahi borku, biz xudonikimiz, biz xudoning mulkimiz degan. Siz masalan birov o'zini mulkida xohlagan ishini qilsa unga aralashmaysiz, nima unaqa qilyapsan deyolmaysiz. Biz ham xudoning mulki bo'lgandan keyin bizni tepamizda qilib turgan xudoning tasarrufiga biz daxl qila olmaymiz. Biz xudonikimiz, bir kun xudoning huzuriga biz qaytib ketamiz deydi. Ya'ni musulmon odam agar musibat kelgan zahoti shu gapni ayta olsa avliyo bo'ladi. Vali bo'ladigan dami shu bo'ladi. Ammo shayton buni xohlamaydi vali bo'lishini. O'shaning uchun shu musibat kelgan zahoti darrov buni ayblarni boshqalardan oqtartiradi. Mana shu qilgan deydi. Yo bu qilgan, bundan oqtarib chiqmadi, bu qilgan deydi. Aylanib chiqmadi. Muttaham hech kim muttaham oxir. Ayni Xudoning aytgani bo'lar ekan deydi, oxir aytadi. Agar bu gapni boshida aytsa avliyo bo'ladi. Xuddi o'shagan ne'mat kelganda ham inson vali bo'ladi. Agar ne'mat kelgan zahot Xudoga shukr deya olsa. Biz unaqa qilmaydi. Ne'mat keldi, o'yinga tushib boradi. Keyin qorin to'ganda ham Xudoga shukr deydi. Agar shu gapni boshida aytsa avliyo bo'ladi. Shayton shu gapni aytgizmaydi.